Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan birgalikda qanaqa qilib Taobao marketplace'idan ro'yxatdan o'tish, karta raqamlari va manzilni to'g'ri kiritishni birgalikda o'rganamiz. Birinchi ishimizni telefon raqamimizni kiritishdan boshlaymiz. Lekin ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan bitta jihat bor, ya'ni Xitoyda tungi vaqtda SMS kelmaydi. O'sha sababdan ertasi kunida takrorlash o'rinli hisoblanadi. Agar ertasi kuni ham SMS kelmasa, demak yangi boshqa sim karta ishlashimiz kerak bo'ladi. Telefon nomer kiritganimizdan keyin tepada kod parol keladi. O'sha kod parol bilan birgalikda biz marketplace sahifasiga kiramiz. Kirishda bizdan Face ID yoki отпечаток so'rashi mumkin. Uni ham tasdiqlab, OK ga bosib yuboramiz. Keyingi qiladigan ishimiz bu manzil kiritish bo'ladi. Bunda biz Nest Express Cargo kompaniyasi bizga Telegramdan tashlab bergan adresni kopiya qilib olamiz. Endilikda ekranimizning o'ng burchagida turgan настройкаga kiramiz. Tepada odam turgan joyni topib olamiz va o'sha odamning tegidagi iyerogliflarni ustiga bosamiz. Endilikda ekranimizda paydo bo'ladigan barcha tasdiqlash tugmachalarini bosib chiqamiz. Mana bu yerda ham sariq tugmachani bosdik. Raqamlarning tegidagi stolbikli to'rtburchakka bosamiz. Ikkinchi iyerogliflarga bosamiz. Shunda mana bu yozuvlar chiqadi. O'rtada turgan ikkita iyeroglifdan chap tomondagini ustiga bosamiz. Endilikda ekranimiz yuqori qismidagi iyerogliflarni bosamiz. Shunda ekranimiz pastida harflar chiqadi. Harflarni ketma-ketlik bo'yicha joylashtirib chiqamiz. Birinchi harfimiz bu Z harfi bo'ladi. Ya'ni Z harfiga bosamiz. Mana qizil yonib turibdi. Buni bosib olamiz. Keyingi harfimiz esa J, ya'ni J harfi bo'ladi. Bunda ikkita iyeroglif bor. O'shani ikkinchisi, ya'ni pastidagisini tanlaymiz. Buni tanlaganimizdan keyin Y, mana Y ga tushamiz. Y birinchi punktini bosib oldik. Endi F harfidagi ikkinchi iyeroglifni bosamiz. Ko'rib turganingizdek, yana stranitsa ochildi. Keyingi qiladigan ishimiz endi adresimizni belgilab olish. Mana ko'rib turibsizlar, to'rtburchak ichidagi adresni kopiya qilib olishimiz kerak bo'ladi. Buni to'laligicha kopiya qilib olamiz. Mana kopiya qilish uchun qaysi tugmani bosilganini ko'rishingiz mumkin. Keyin oxirgi iyerogliflarning yoniga запятая, ya'ni virgul qo'yish kerak. Esingizda bo'lsa, virgul qo'yib stavить qilib olamiz. Burchadagi o'ng tarafda ko'k tugmachani bosamiz. Bosganimizdan keyin mana shunaqa holatda bo'ladi ekranimiz. Keyin mana bu sariq tugmachani bosib olamiz. Strelka ko'rsatayotgan oq tugmachani bosganimizdan keyin mana bunaqa narsa ochiladi. Endi qaranglar. Endi yuqorida dollar значок turibdi. Agar boshqa pul birligi bo'lsa, sizlar mana bunaqa ichiga kirib o'zgartirib olsanglar bo'ladi. Lekin dollar eng udobniy variant. Keyin ikkinchisiga kiramiz. Bu yerda biz karta qo'shishni o'rganamiz. Mana karta qo'shish uchun birinchi tepalikda biz kartamiz raqamini terib olamiz. Ko'rishingiz mumkin, keyingi qatorga karta egasini ism va familiyasini yozamiz. Endi oxirgi qiladigan ishimiz bu kartani srok godnosti, ya'ni qachongacha ishlashligini yozishimiz kerak bo'ladi. CVV bu kartani orqasida ko'rsatiladigan kod bo'ladi. Bilasizlar, o'sha kodni kiritamiz. Mana, keyin ko'k tugmachani bosamiz. Bosganimizdan keyin kartani qabul qilib oladi. Eslatib o'taman, hozir bizda bu yerda bizani kartamizni qabul qilmadi, chunki kartamiz mana bunaqa holatda turibdi, chunki kartamiz ichida puli yo'q. Agar sizlar $3 tashlasanglar, u o'sha $3 yechib oladi va kartalarni qabul qilib qo'yadi. Demak, kartani o'tkazish uchun pul tashlash kerak bo'ladi ichiga $3.